Assalomu alaykum. Efirda Nigoh informatsion dasturi yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan studiyada Dilnoza Rustamova. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26-sentyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Yashil makon umummilliy daraxt ekish dasturi ijrosini muhokama qilgan edi. Davlat rahbari matbuot xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bahorda ekilgan 137 million tup daraxt va butalarning 27,5 millioni qurib qolgan. Sabablar qatorida issiqning erta boshlanishi, buning natijasida yosh daraxtlar ko'nikishga ulgurmasligi va ularni sug'orish uchun 2-3 baravar ko'p suv sarflanishi aytilmoqda. Shu munosabat bilan Mirziyoyev kuzgi ekishni kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Joriy mavsumda 125 million, bahorda yana 75 million tup daraxt va buta ekish rejalashtirilgan. Bunda ko'chatlar sug'orish tizimi bo'lmagan joylarda ekilmasligi kerak. Joriy yilda daraxt ekish bo'yicha Yashil makon loyihasini amalga oshirish uchun qo'shimcha 100 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilgan edi. O'zbekistonda 2030-yilgacha ko'kalamzorlashtirish darajasini 30% ga yetkazish rejalashtirilgan bo'lib, buning uchun 200 million tup daraxt va butalar ekish maqsad qilingan. Tuman va shahar hokimliklari faoliyatini takomillashtirishga doir Prezident farmoni loyihasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra, tuman va shahar hokimlari o'rinbosarlarining sonini 4 nafar etib belgilash taklif qilinmoqda. Bugungi kunda tuman hokimlarining 6 nafar o'rinbosari bor. Farmon loyihasiga muvofiq 2026-yil oxiriga qadar 32 ta tuman va shaharda boshqaruvning yangi tartibi joriy etiladi. Unda 9 ta vazirlik va idoraning hududiy bo'linmalari hokimlik tuzilmasiga o'tkaziladi. Shu bilan birga hokimlar ushbu tuzilmalarga to'liq rahbarlik qilib, shtat birliklarini mustaqil belgilaydi, kadrlarni tayinlaydi va ozod etadi. Rag'bat yoki intizom choralarini qo'llay oladi. Osiyo taraqqiyot banki Osiyo taraqqiyot istiqbollari yillik hisoboti sentyabr nashriga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sish prognozlari 2025-yil uchun 6,6%, 2026-yil uchun 6,7% darajada o'zgarishsiz qolmoqda. Bu 2025-yilning birinchi yarmidagi kutilganidan kuchliroq o'sish va yilning ikkinchi yarmida iqtisodiy faollikning sekinlashuvi bilan izohlandi. O'zbekiston va AQSh 3-4 milliard dollarlik energetika loyihalari bo'yicha kelishuvga erishdi. Qazib olish sohasida esa vazirlik Schlumberger va Baker Hughes bilan yangi texnologiyalar, tajriba hamda boshqaruv uslublarini qo'llash haqida kelishuvlarga erishdi. Shuningdek, O'zbek Neftgaz va Gulf butun respublika bo'yicha yoqilg'i quyish shoxobchalari tarmog'ini yaratishni nazarda tutuvchi 100 million dollarlik memorandumni imzoladi. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi oktyabr oyida Kuvayt terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabar berdi. Uchrashuv 9-oktyabr kuni soat 18:00 da Toshkentdagi Olimpiya stadionida bo'lib o'tadi. Shuningdek, terma jamoa 13-oktyabr kuni Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda Urugvayga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. O'yinlar milliy jamoaning FIFA Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida tashkil etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya markazining xabar berishicha, ertaga Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-12, kunduzi esa 22-27 darajada bo'lishi kutilmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan xabar va yangiliklar mana shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.